Assalomu alaykum, hurmatli Uyg'ur qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Yaxshimi? Xabar kanallarımızga hoş geldinglar. Bugün 6. ayının 17. günü Uyg'ur Kishilik huquq va siyosat qonunining Prezident Trump efendim tarafidan tasdiqlanganligini anglab, intayin xo'shal bo'ldim. Bütün Uyg'urlarimizga muborak bo'lsin. Allah'ın o'rinlashtirishi bilan Amerikaning qo'li orqali qonxo'r Xitoy hokimiyatini 80 foiz qilib etsin. Amin. Bugün biz Rossiya to'g'risida bir az munozir qilmoqchi. Rossiya bo'libmi Xitoyning hozirgi cho'ng bir krizisga uchragan, dunyoning qiyin qistoqqa to'g'ri kelayotgan mushundaq vaziyatni texmi ulg'aytib, Xitoyning yarisiga tuz chechayotgan vaziyat ko'rinyotidi. Yaqinqi 20-30 yildan buyon Xitoy hokimiyati Rossiyani yeniga tortib, o'zining ittifoqdoshiga aylantirib, Amerikaga taqobil turadigan planlarni tuzib kelmoqda. Bo'libmi Xi Jinping taxtiga chiqqan yaqinqi 8 yildan buyon Xi Jinping bütün kuchi bilan Rossiya bilan yiqilishish vaziyatini yaratib keldi. Lekin Rossiyaning prezidenti Putin efendi ba'zi vaqtida Xi Jinping bilan yiqilashgandek bo'lsa-mu, ba'zi vaqtida Xi Jinpingga qarshi turadigan shaklni ko'rsatib keldi. Bunun bir tipik misali Prezident Putin efendim ochiq oshkora holda Hindiston tarafda turib, Hindiston davlatini qo'llash uchun Rossiya Hindistonga 1000 dona eng ilg'or tipdagi tanklarni yetkazib bermoqchi ekan. Bunun ichida T-90 tipdagi tankidan 500 dona, Rossiyaning eng ilg'or tankisi bo'lgan T-744 tipdagi tankidan 500 donani Hindistonga yetkazib berdi ekan. Bu Rossiya yetkazib beradigan tanklarni asosan Hindiston va Pokiston o'rtasidagi talash tortish bo'layotgan Kashmir rayonlariga yetkazdi ekan. Bu Kashmir rayonining bir qism joylariga Xitoy davlatimi qor qo'llarini uzatib etibdi. Demak, Xitoyning dushmani bo'lgan Hindistonga Putin efendim 1000 dona tank yetkazib berishning o'zi Xi Jinpingning biqiniga bir pichoq tiqdi degan gap. Bir qancha yilning oldida Xitoy davlati Rossiyaning Sibiriyadagi neft quduqlarining 50% pay chekini setib olish uchun Xi Jinping Putin efendi bilan ko'p qitim suhbat olib borgan. Bu suhbatning natijasi ko'rinay degan mezgilda Putin efendim darhol o'zgarib Sibiriyadagi neft quduqlarining 50% pay chekini Hindiston davlatiga setib etgan. Rossiyaning prezidenti Putin efendimdan zo'r umid kutgan Xi Jinping Putindan yana bir qitim pichoq yeb ketgan. Yana bir qiziqarli ish bo'lsa, Xitoy davlati Xitoy Janubiy dengiz egilik huquq masalasida Vyetnam davlati bilan qattiq talash tortish qilgan. Xitoy davlati deydi, bu Janubiy dengiz rayonlari Xitoy davlatiga tava desa, Vyetnam davlati bu Janubiy dengiz tavaligi Vyetnam davlatiga tava deb talash tortishlar keskin vaziyatga yetgan mezgilda qoida bo'yicha Xi Jinpingning eng yaqin do'sti Putin efendim Xi Jinpingni qo'llash kerak edi. Yoki bo'lmasa o'ttir maydonda turishi kerakdi. Lekin prezident Putin efendim unda qilmay, aksicha Vyetnamni qo'llab, Vyetnam davlatiga ilg'or tipdagi Xitoyga taqobil turadigan qurollarni setib berib, uningdan boshqa Rossiya davlati Vyetnam davlati bilan birlashib, Xitoyning Janubiy dengiz rayonida neft quduqlarini ichib, o'rtoq bahramon bo'lish kelishimini tuzgan. Prezident Putin efendim Vyetnam masalasi kelganda Xi Jinpingning biqiniga yana bir pichoq tiqqan. Shundaqdimi Xitoyning raisi Xi Jinping Prezident Putin bilan yanala do'stligini kuchaytirib, yaqinchiligini davomlashtirib Prezident Putin efendim xili yillardan beri har xil shaklda tashqi ko'rinishda Xi Jinping bilan yaqin do'stlik bo'layotgan bilan har xil shakldagi halqiliq paytlarda Xi Jinpingning bu biqiniga pichoqni tiqib kelgan. Endi kuzatuvchilarningki faraz qilishicha, Prezident Putin efendim endi Xi Jinpingning so'ngiga pichoq tiqmoqchi ekan. Rossiya davlati pat yaqinda Amerika davlati bilan ittifoqdosh bo'lib, birlikda Xitoy davlatining adibini bermoqchi ekan. Bundaq deyishimizga sabab bu yil 4-ayning 25-kuni Prezident Putin efendim bilan Prezident Trump efendim birlikda qo'shma bayonot e'lon qilgan. Qo'shma bayonotda Elbi daryo ro'yini kuchaytirish degan mazmunni so'zlagan.
Eskertish Elbi daryo ro'yi deganimiz 1945-yili İkinci Dünya Urushida Amerika ittifoqdosh armiyasi bilan Sovet Qizil armiyasi Germaniyaning Elbi daryosi, ya'ni portlab ketgan ko'rik ustida ikki taraf armiyasi bir-biri bilan uchrashgan. Mana bu Elbi daryo ro'yi deb ataladi. Demak, 1945-yili 4-oyning 25-kuni Amerika boshchiligidagi ittifoqdosh armiyasi bilan Sovet Qizil armiyasi Elbi daryo ustida uchrashib, birlikda ittifoqlashib natsist Germaniyani yengan. Nima uchun Prezident Trump efendim bilan Prezident Putin efendim ikkisi birlashib bu yil 4-oyning 25-kuni Elbi daryo ro'yini kuchaytimiz deydi. Elbi daryo ro'yini kuchaytish deganning mazmuni yanala Amerika armiyasi bilan Rossiya armiyasi birlikda ittifoqlashib dushmanga taqobil turib dushmanni yengishni bildirdi. Undaq bo'lsa, hozirgi dushman kim? Bu savolga javob bersak, dunyoga tahdid bo'layotgan, dunyoni xotirjamsiz qilayotgan qonunxo'r mustabid Xitoy davlati, ya'ni ittifoqlashib Xitoy davlatini yo'qotish. Amerika davlati va Rossiya davlatining o'rtasidagi ijobiy taraqqiyotni qanday ko'ra olamiz deganda, bo'libmi mushu Xitoy virusi avjilib Rossiyani falokatga yo'liqtirgan mezgilda Prezident Trump efendim 1000 dona yoki 2000 dona atrofidagi virusdan yuqumlangan bemorning o'pkisini nafaslantirish mashinasi bilan ta'minlagan. Uningdan boshqa Prezident Trump efendim Rossiya davlatiga yana bir cho'ng yeshil chiroq yondirib berib, u yeshil chiroq bo'lsa G7 davlatni kengaytib G13 davlatga olmoqchi. Demak, G7 davlatga 4 davlatni qo'shmoqchi. G7 davlatga qo'shiladigan 4 davlat bo'lsa, Hindiston davlati, Avstraliya davlati, Janubiy Koreya davlati, texmi mo'yin bo'lgan Rossiya davlati ekan. Bu G7 davlat deganimiz aslida G8 davlat ekan. Aslidagi G8 davlat bo'lsa, Amerika davlati, Kanada davlati, Angliya davlati, Germaniya davlati, Italiya davlati, Fransiya davlati, Yaponiya davlati qo'shilib Rossiya davlati bo'lib 8 davlat ekan. 2014-yili Rossiya davlati Qrim orolini besib olgandan keyin qolgan 7 davlat Rossiyani G8dan qo'g'lab chiqarib etib, ham iqtisodiy jazo yurgizgan ekan. Endi bo'lsa Prezident Trump efendim Rossiyani qaytadan G7 davlat sistemasiga akirmoqchi ekan. Bu vaziyat Rossiya uchun cho'ng bir omad ham yaxshi fursat ekan. Balkim Yevropa davlatlari Rossiyaga qarshi turishi mumkin ekan. Lekin Prezident Trump efendim bu Yevropaninki qarshiligini parvo qilmaydi ekan. Sababi Amerika o'zilam iqtisodda, harbiyda dunyo bo'yicha eng kuchli, qudratli davlat bo'lganligi uchun bo'libmi Prezident Trump efendim Yevropaning qarshiligini pisand qilmaydi ekan. Oldi bilan Prezident Trump efendim Putinni G13 davlatining ichiga akirib olsa, Rossiya davlati uchun, Amerika davlati uchun har ikki tarafga foydali ekan. Bo'libmi Rossiya davlati iqtisodiy jazodan erkinlikka chiqib, Rossiyaning iqtisodini taraqqiy qilish uchun zo'r foydali ekan. Prezident Putin efendimmi kelar yildagi saylovda g'alabaga erishish uchun Amerikaning qo'llashiga zo'r muhtoj ekan. Rossiya bilan Amerika davlati ittifoqdosh davlatga aylansa, bo'libmi dunyoning dushmani bo'lgan Amerikaning dushmani bo'lgan Xitoy davlatiga taqobil turish, Xitoy hokimiyatini gumron qilishda strategik vaziyat yorildi ekan. Bo'libmi Xitoy davlatining sharqida Janubiy Koreya, Yaponiya, Amerika davlati va Avstraliya davlatlari bor ekan. Xitoyning janubiy taraflarida bo'lsa, Tayvan, Filippin, Vyetnam qatorliq davlatlar bor ekan. Xitoy davlatining g'arbiy janub taraflarida Hindiston davlati bor ekan. Faqatla Xitoy davlatining g'arbiy shimol tarafida Rossiya davlati komkan. Hamda Amerika davlati Rossiya bilan ittifoqdosh davlatga aylansa, u chaqda Xitoy davlatining g'arbiy shimoli Rossiya davlati bo'lib paydo bo'ladi ekan. Mundaq aytganda Xitoyni chambar shaklida cho'ng qo'rshovga ilib Xitoy davlatini yetim qoldirdi ekan. Bo'libmi Amerika davlati bilan Rossiya davlati bir ittifoqlashsa, har ikki davlat bo'lsa yer sharidagi eng cho'ng atom bomba davlati ekan. U chaqda Xitoyning atom bombalari hech narsaga arzimaydi ekan. Amerika Rossiya ikki atom bomba cho'ng davlatining o'rtasida nihoyat tezlam vayron bo'ladi ekan. Bugungi qisqa xabarimiz tugadi. Hammalarga assalomu alaykum.